2012-yili Germaniyada ziyoratchi o'quvchi sifatida 1 yil ilm tahsil qilgan doktor Abubakri Abdurashid vataniga qaytgandan keyin 2018-yili yil beshida tutqun qilingan. Yaqinda uning chet eldagi kasbdoshlaridan biri uning 10 necha yillik kesib etilganligi haqida uchur olgan. Erkin Osiyo radiosi muxbirining aloqador o'rinlardan aniqlashlari davomida Abubakri Abdurashidning 13 yillik kesilganligi dalillandi. Ma'lum bo'lishicha, u Germaniyada o'qiyotgan mezgilida bir qatim Turkiyani ziyorat qilgan va u yerdagi kasbdoshlari bilan uchrashib, izlanayotgan tadqiqot temasida fikr almashtirgan. 23 aprel İstanbul'un Zeytinburnu rayoni Kazılçeşme Kültür Merkezi meydanida 2000'dan ortiq kishining qatnashishi bilan cho'ng tipdagi qarindoshlik iftar faoliyati o'tkazildi. İftar faoliyatini Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi tashkillagan bo'lib, muhojirati yashayotgan diniy o'limalar, ziyolilar, jamoat arboblari, tashkilot vakillaridan sirt Turkiyaning muavin ichki ishlar ministri Ismoil Chatoqli, Turkiya ko'chmanlar idorasining mudiri Savaş Unlu, muavin mudiri Gökçeoq, İstanbul muavin valisi Dr. Yaşar Aksancar, İstanbul shaharlik ko'chmanlar idorasi mudiri Bayram Yalınsu va Turkiyadagi ko'plagan partiya tashkilotlarining vakillari qatnashdi. Xitoyning Moskvada turishliq bosh elchisi Jang Hanxuy, Xitoy-Rossiya munosabati cheksiz kelgusi nomli yoshlar munbirida so'zlagan nutqida Rossiya bilan Xitoyning strategik hamkorligini kuchaytirib, xalqaro sahnada zo'migarlik o'rnishiga qarshi turganligini aytdi. Bosh elchi Jang Hanxuy Rossiya bilan bo'lgan munosabat haqida to'xtalib, ko'rsatib, Xitoy-Rossiya munosabatining misli ko'rilmagan darajada ekanligini aytdi. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev Xitoy davlat mudofaa ministri Wei Fengni qabul qildi. Qozog'iston prezidentining bayonotida qaraganda, To'qayev rasmiy ziyorati bo'lish uchun davlatga kelgan Xitoy davlat mudofaa ministri Wei bilan ko'rishgan. Taraflar tinchlik saqlash va harbiy texnika sohasidagi ikki taraflik va ko'p taraflik hamkorlikning vaziyati va ko'z qarashini muzokara qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken va Amerika davlat mudofaa ministri Lloyd Austin Ukrainaning poytaxti Kiyevda Ukraina prezidenti Zelenskiy bilan ko'rishdi. Amerika ministrlari Zelenskiyga $700 million ortiq bevosita va vositalik harbiy yordam berishga va'da berdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken Rossiyaning urushdagi nishoniy jihatdan mag'lub bo'lganligini bayon qildi. Rossiya bo'lsa Washingtonga Kiyevga qurol-yarog' ta'minlashni to'xtatishni talab qiladigan diplomatik nota berdi. Egilinishcha, Hindiston Xitoy sayohatchilarining viza iltimosini vaqtincha to'xtatdi ekan. 2020-yili Xitoy virusi tadbirlarining bir qismi sifatida Xitoyda o'qiyotgan minglagan hindistonlik o'quvchilarning Xitoyga kirishi cheklamaga uchirgan bo'lib, navbatda Hindiston o'chilish xarakterlik bir qaror chiqargan. 290 a'zosi bor xalqaro aviatsiya transport jamiyati Hindistonning Xitoy fuqarolariga sayohat vizasini vaqtincha to'xtatganligini e'lon qildi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Bakuda Qirg'iziston Jumhuriyati bilan Ozarbayjon Jumhuriyati o'rtasidagi strategik hamkorlik topnomasini imzoladi.